Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Avgust oyida kartaga 1 million 500 ming so'm atrofida pul tushgan. Keyin esa ayrim odamlardan bu pulni qaytaring, xato tushgan. Kartadan yechib olinadi degan gaplar aytilyapti. Ba'zilarning kartasidan pul ushlanib qolgan, ba'zilariga telefon qilishyapti. Ba'zilar esa bu pulni ishlatib yuborgandan keyin xavotirga tushib qolgan. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Çünkü bugun nafaqa, moddiy yordam, bolalar puli, ish haqi, kredit aliment, jarima emib ijrosi, bank qarzi, hatto firibgarlar ham bitta plastik karta atrofida bog'lanib qolgan. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men sizga kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, kartadan pul nima uchun yechilishi mumkinsa va pulni qaytarish talab qilinsa nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Avval bunday holatlar kamroq sezilardi. Odamlarga nafaqa yoki moddiy yordam tutsa, odatda mahalla, bank yoki ijtimoiy himoya organlari orqali og'zaki tushuntirish berilardi. Kimga qancha pul tushgani, nima uchun tushgani ko'pincha aniq bilinardi. Lekin hozir to'lovlar ko'proq elektron tizimlar orqali amalga oshiriladi. Ariza, oilaning daromadi, farzandlar soni, nogironlik holati, bandlik ma'lumotlari, pensiya, ish haqi, soliq ma'lumotlari, bank hisoblari bir nechta bazalar orqali tekshiriladi. Mana tizimda ma'lumot kechiksa, bir joyda yangilanmasa yoki odamning holati o'zgargan bo'lsa, pul avval tushib, keyin qayta tekshiruvda ortiqcha to'lov deb topilishi mumkin. Masalan, oila iyul oyida moddiy yordamga haqli bo'lgan. Avgustda esa oiladan bir kishi ishga kirgan. Tizim bu ma'lumotni keyinroq ko'rgan bo'lishi mumkin. Natijada avgustdagi 1 million 500 ming so'm tushadi. Keyin esa sizga ortiqcha to'langan degan masala chiqadi. Yana bir holat. Odamning kartasida qarzdorlik bo'lishi mumkin. Bu qarzdorlik kredit, mikroqarz, kommunal qarz bo'yicha sud qarori, aliment, jarima yoki emib ijro hujjati bo'lishi mumkin. Odam o'ylaydi, menga davlatdan pul tushdi, nega bank yechib oldi? Aslida bank o'zicha istagancha yechib olmaydi. Ko'p hollarda kartaga band solingan bo'ladi yoki qarzdorlik bo'yicha avtomatik ushlab qolish ishlaydi. Shuning uchun masalani birinchi navbatda aniqlash kerak. Pulni kim yechdi? Nima asosida yechdi va bu pul aslida qaysi to'lov edi? Men birinchi navbatda shuni aytaman. Kartaga 1 million 500 ming so'm tushgani avtomatik ravishda bu pul sizniki emas degan emas. Shu bilan birga pul tushdimi? Demak, bemalol ishlataveraman degani ham emas. Eng to'g'ri yo'l to'lov manbasini aniqlash. Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi oilaga avgust oyida 1 million 500 ming so'm bolalar puli yoki moddiy yordam sifatida tushdi. Oilada 3 nafar bola bor, ota vaqtincha ishlamayapti. Ona uy bekasi. Agar bu oila avvaldan nafaqa olayotgan bo'lsa va ariza muddati davom etayotgan bo'lsa, odatda xavotirga asos yo'q. Lekin baribir bank ilovasida yoki SMSda to'lov nomini ko'rish kerak. Ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam, bolalar nafaqasi kabi yozuv bo'lishi mumkin. Agar tushum aniq davlat to'lovi sifatida ko'rsatilgan bo'lsa, keyingi qadam mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limidan muddati va asosini tekshirish. Ikkinchi holat. Oilaga 1 million 500 ming so'm tushdi. Oradan 2 kun o'tib notanish raqamdan odam qo'ng'iroq qilib, sizga xato pul tushdi, kartamizga qaytaring dedi. Mana bu juda xavfli. Hech qachon notanish odamga telefon orqali aytilgan karta raqamiga pul qaytarmang. Agar pul haqiqatan ham xato tushgan bo'lsa, uni qaytarish tartibi bank yoki rasmiy tashkilot orqali bo'ladi. Sizdan karta raqam so'rab, SMS kod so'rab, hozir qaytarmasangiz sud bo'ladi deb qo'rqitayotgan bo'lsa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Uchinchi holat. Odamga 1 million 500 ming so'm tushdi, lekin shu zahoti 700 ming so'm yoki 1 million so'm yechib olindi. Bu yerda odam davlat pul berdi, bank tortib oldi deb o'ylaydi. Lekin sabab boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, sizda 2 million so'm kredit qarzi bor, kredit muddati o'tgan. Bank shartnomasida kartaga tushgan puldan qarzni so'ndirishga rozilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki MIB tomonidan karta band qilingan. Agar MIB band qilgan bo'lsa, bank ilovasida ijro hujjati bo'yicha ushlab qolindi yoki shunga o'xshash yozuv chiqishi mumkin. Bunday vaziyatda bankka borib, pulni kimning talabnomasi asosida yechganini yozma tarzda so'rash kerak. 4-holat. Ayol kishiga bolalar puli tushdi, lekin turmush o'rtog'ining qarzi sabab karta blok bo'lib qoldi. Bu yerda juda muhim nuqta bor. Pul kimning kartasiga tushgan, qarz kimning nomida, karta kimning nomida ochilgan, hisob raqam kimga tegishli?
Agar karta ayolning nomida bo'lsa, erining shaxsiy qarzi uchun ayolning kartasidan avtomatik yechish har doim ham asosli bo'lavermaydi. Lekin agar qarz umumiy majburiyat bo'lsa, sud qarori bo'lsa yoki ayol kafil bo'lgan bo'lsa, vaziyat boshqacha bo'ladi. Shuning uchun mening pulimni noqonuniy yechishdi deyishdan oldin hujjatni ko'rish shart. 5-holat, oila avval moddiy yordam olgan, keyin daromadi oshgan. Masalan, iyunda daromad yo'q edi. Iyulda ota ishga kirdi va oyiga 4 million so'm maosh ola boshladi. Avgustda tizim hali eski ma'lumot bilan to'lov qilgan bo'lishi mumkin. Keyin tekshiruvda oilaning daromadi mezondan oshgani aniqlansa, ayrim hollarda keyingi oylarda to'lov to'xtatiladi yoki ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi qo'yiladi. Bu yerda asosiy savol: siz arizada noto'g'ri ma'lumot berganmisiz yoki tizimning o'zi kechikkanmi? Agar siz ataylab daromadni yashirgan bo'lsangiz, talab jiddiyroq bo'ladi. Agar hamma ma'lumot rasmiy bo'lsa, masalan, hujjat bilan ko'rib chiqish kerak. Agar sizga rasmiy asosda oldindan tayinlangan nafaqa yoki moddiy yordam tushgan bo'lsa, to'lov muddati tugamagan bo'lsa, oilaviy holatingiz o'zgarmagan bo'lsa, daromadingiz keskin oshmagan bo'lsa, siz odatda vahimaga tushmasligingiz kerak. Bunday vaziyatda shunchaki to'lov ma'lumotlarini saqlab qo'ying. SMS bank ilovasidagi operatsiya mahalla yoki ijtimoiy himoya organidan berilgan javob. Lekin agar siz yaqinda ishga kirgan bo'lsangiz, katta miqdorda daromad olgan bo'lsangiz, oiladagi odamlar soni bo'yicha ma'lumot o'zgargan bo'lsa, farzandingiz yoshi nafaqa mezonidan chiqib ketgan bo'lsa, boshqa joydan ham yordam olgan bo'lsangiz yoki arizada eski ma'lumot qolgan bo'lsa, tekshiruv bo'lishi mumkin. Men bunday holatda kutib o'tirmaslikni maslahat beraman. O'zingiz borib aniqlang. Chunki masalani boshida aniqlasangiz, keyin katta qarz, penya yoki tortishuvga aylanmaydi. Agar sizga pulni qaytaring deyishsa, birinchi savol: kim qaytarishni so'rayapti? Rasmiy tashkilotmi, bankmi, mahallami, ijtimoiy himoya organimi yoki oddiy notanish odammi? Ikkinchi savol: yozma asos bormi? Uchinchi savol: pul qaysi hisobga qaytarilishi kerak va bu hisob rasmiy tashkilotga tegishlimi? To'rtinchi savol: to'lov nima sababdan ortiqcha deb topilgan? Agar bu savollarga javob yo'q bo'lsa, hech qanday pul o'tkazmang. Chunki firibgarlar aynan odamlarning qo'rquvidan foydalanadi. Ular: siz davlat pulini noqonuniy oldingiz, hozir prokuraturaga beramiz, tezda qaytaring deb bosim qiladi. Oddiy odam esa qo'rqib, hatto o'zining qonuniy pulini ham begona kartaga o'tkazib yuboradi. Endi eng nozik masalalarga o'tamiz. Birinchisi, ijtimoiy to'lovlar har doim ham qarzga yechilmasligi kerak degan tushuncha bor. Haqiqatan ham ayrim ijtimoiy to'lovlar bo'yicha himoya mexanizmlari bo'lishi mumkin. Masalan, bolalar puli yoki muayyan ijtimoiy yordam oilaning minimal ehtiyojlari uchun beriladi. Lekin amaliyotda karta oddiy bank kartasi bo'lsa, unga turli tushumlar aralashib ketsa, bank tizimi bu pulning tabiatini har doim ham alohida ajratmasligi mumkin. Shuning uchun ijtimoiy to'lovlar uchun alohida karta yoki alohida hisob ishlatish foydali bo'ladi. Ikkinchi nozik joy: kartadan pul yechilsa, bu har doim ham o'g'irlik emas. Ko'pincha odamlar bank ilovasida minusni ko'rib, pulimni o'g'irlashdi deydi. Aslida bu avtomatik kredit to'lovi, obuna xizmati, oldingi xarid bo'yicha kechikkan yechim. Sud qarori yoki MIB bandi bo'lishi mumkin. Masalan, siz bir necha oy oldin telefonga bo'lib to'lashga mahsulot olgansiz. To'lov sanasi kelgan, karta bo'sh bo'lgani uchun yechilmagan. Avgustda 1.500.000 so'm tushishi bilan tizim qarzni ushlab qolgan. Bu siz uchun kutilmagan bo'lishi mumkin, lekin shartnoma bo'yicha asosli bo'lishi ehtimoli bor. Uchinchi nozik joy: menga pul tushdi. Demak, davlat tasdiqlagan degan fikr har doim to'liq to'g'ri emas. Elektron tizimlar xato qilishi mumkin. Bitta raqam noto'g'ri kiritilishi, pasport ma'lumoti eski qolishi, oiladagi tarkib noto'g'ri ko'rinishi. Daromad bazaga kech tushishi mumkin. Shuning uchun agar siz aniq bilsangizki, siz bu yordamga haqli emassiz, lekin pul tushgan bo'lsa, buni darhol aniqlang. Chunki keyin men bilmagan edim degan gap hamma holatda yetarli bo'lmasligi mumkin. To'rtinchi nozik joy: pulni qaytarish faqat rasmiy tartibda bo'lishi kerak. Rasmiy tartib degani sizga qaror, bildirishnoma, hisob-kitob yoki tashkilot rekvizitlari ko'rsatiladi. Masalan, falon oy uchun falon sabab bilan 1.500.000 so'm ortiqcha to'langan, ushbu summa falon byudjet hisobiga qaytarilishi kerak degan mazmundagi hujjat bo'lishi kerak. Oddiy xodimning telefon orqali aka opajon qaytarib yuboring degani yetarli asos emas. 5-nozik joy: agar pul sizning kartangizdan yechilgan bo'lsa, vaqtni cho'zmang.
bank operatsiyalarida e'tiroz bildirish muddatlari bo'lishi mumkin. Siz bugun ko'rdingiz, lekin bir oy o'tib borsangiz tekshirish qiyinlashadi. Shuning uchun yechim bo'lgan kun summa operatsiya raqami kimga ketgani, izoh qismida nima yozilgani darhol saqlansin. Bank ilovasidan skrinshot qiling. SMS-ni o'chirmang, bankdan ko'chirma oling. 6-nozik joy. MIB bandi bo'lsa, bankdan janjal qilib pulni qaytarib olish qiyin. Chunki bank ijro hujjatini bajaruvchi tomon bo'ladi. Asosiy masala MIBda yoki ijro hujjatini chiqargan sud, notarius organ yoki kreditor tomonda bo'ladi. Masalan, 1.500.000 so'm tushdi. 1 million so'm MIB orqali ushlab qolindi. Bankka borsangiz, bank ijro hujjati bor deydi. Bu holatda siz MIB bo'limiga borib, ijro ishi raqamini, qarz summasini ushlab qolish foizini qaysi qaror asosida undirilayotganini so'rashingiz kerak. 7-nozik joy. Ba'zan pul qaytarilishi keyingi oylardagi to'lovlardan ushlab qolish orqali qilinadi. Masalan, sizga avgustda 1.500.000 so'm ortiqcha to'langan deb topildi. Tashkilot sizdan darhol naqd qaytarishni so'ramasdan keyingi oylarda 300.000 so'mdan ushlab qolishi mumkin. Bu ham rasmiy asos bilan bo'lishi kerak. Siz qancha summa, necha oy, nima sababdan ushlanayotganini bilishga haqlisiz. Birinchi qadam, bank ilovasini oching va tushum nomini tekshiring. Faqat summa bilan xulosa qilmang. Operatsiya tafsilotida pul kimdan kelgani, izohda nima yozilgani, davlat to'lovi, ish haqi, qaytarma, kredit, transfer yoki boshqa nomda kelgani ko'rinishi mumkin. Agar ilovada to'liq ko'rinmasa, bank filialdan hisobvaraq ko'chirmasini oling. Ikkinchi qadam, agar pul ijtimoiy to'lov bo'lsa, mahalla yoki tuman ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Mening kartamga avgust oyida 20.500.000 so'm tushdi. Ushbu to'lov qaysi asosda, qaysi oy uchun va menga tegishlimi deb so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanmaslikka harakat qiling. Kamida ariza topshirib yozma javob olish foydali. Uchinchi qadam, agar sizdan pulni qaytarish talab qilinsa, hujjat so'rang. Qaysi qaror asosida, qaysi summa, qaysi davr uchun, qaysi rekvizitga, nima sababdan ortiqcha to'lov deb topildi degan savollarni bering. Men tomoshabinlarga doim aytaman, qonuniy talab hujjatdan qo'rqmaydi. Agar talab haqiqiy bo'lsa, sizga asosini ko'rsatishadi. Agar talab firibgarlik bo'lsa, ular sizni shoshiltirishadi, qo'rqitishadi va hujjat bermaslikka harakat qilishadi. 4-qadam, hech kimga SMS kod bermang. Bank kartangiz raqamini aytishning o'zi ba'zan katta xavf tug'dirmasligi mumkin. Lekin SMS kod, ilovaga kirish kodi, tasdiqlash paroli, karta amal qilish muddati, CVV kodi mutlaqo berilmaydi. Pulni qaytarish uchun kod ayting desa, bilingki, bu firibgarlik belgisi. Rasmiy tashkilot hech qachon sizdan bank ilovangiz parolini so'ramaydi. 5-qadam, agar kartadan pul yechilgan bo'lsa, bankka yozma ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin: falon sanada mening kartamdan falon summa yechilgan. Ushbu operatsiya qaysi asosda amalga oshirilganini, pul qaysi tashkilot yoki shaxs foydasiga o'tkazilganini, mavjud bo'lsa ijro hujjati yoki talabnoma ma'lumotlarini taqdim etishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, karta ma'lumoti, operatsiya skrinshoti yoki SMS nusxasini qo'shing. 6-qadam, agar MIB sabab bo'lsa, IB bo'limiga boring. O'zingiz bilan pasport, bank ko'chirmasi, karta ma'lumoti, agar bo'lsa sud qarori yoki kredit hujjatini oling. MIBdan ijro ishi raqami, qarz qoldig'i undirish asosi, band qo'yilgan hisoblar ro'yxati va ushlab qolish tartibini so'rang. Agar siz ijtimoiy to'lovdan noqonuniy ushlab qolindi deb hisoblasangiz, buni yozma arizada alohida ko'rsating. 7-qadam. Agar sizga pul haqiqatan xato tushgan bo'lsa, uni to'g'ri tartibda qaytaring. Lekin qaytarishdan oldin rasmiy rekvizit va hujjat oling. Pulni oddiy xodimning shaxsiy kartasiga o'tkazmang. Agar vaqt yo'q, hozir yuboring. Keyin hujjat beramiz desa, rozi bo'lmang. Chunki keyin siz pulni qaytarganingizni isbotlay olmaysiz yoki pul noto'g'ri joyga ketib qoladi. 8-qadam, oilaviy holatingiz o'zgargan bo'lsa, buni yashirmang. Ishga kirish, daromad oshishi, farzandlar soni bo'yicha o'zgarish, yashash joyi o'zgarishi, nikoh yoki ajrim, nogironlik maqomi o'zgarishi kabi holatlar ijtimoiy to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Bugun yashirilgan ma'lumot ertaga ortiqcha to'lov, qaytarish talabi yoki javobgarlik masalasiga aylanadi. 9-qadam, barcha dalillarni saqlang. SMS, bank ko'chirmasi, ariza nusxasi, javob xati, qo'ng'iroq qilgan raqam, xabar matni, rekvizitlar, MIB hujjati, ijtimoiy himoya javobi hammasi kerak bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar dalilni saqlamaydi. Keyin esa menga shunday deyishgan edi deb isbotlay olmaydi.
10-qadam agar javob sizni qoniqtirmasa, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Bank bo'yicha bankning bosh ofisiga va markaziy bankning murojaat kanallariga, ijtimoiy to'lov bo'yicha tuman yoki viloyat ijtimoiy himoya organlariga, MIB bo'yicha yuqori MIB boshqarmasiga. Noqonuniy bosim yoki firibgarlik bo'lsa, ichki ishlar organlariga murojaat qilish mumkin. Murojaatni aniq yozing. Sana, summa, karta kim nima dedi? Siz nimani so'rayapsiz? Tasavvur qiling. Bir onaga 1.500.000 so'm bolalar puli tushdi. U pulni oziq-ovqat, dori-darmon va maktab xarajatlariga ishlatdi. Bir haftadan keyin unga kimdir qo'ng'iroq qilib, pul noto'g'ri tushgan, qaytaring dedi. Agar ona shoshilib begona kartaga pul o'tkazsa, keyin haqiqiy tashkilot biz sizdan pul so'ramaganmiz deyishi mumkin. Natijada ona 2 marta zarar ko'radi, puldan ayriladi va muammoni hal qila olmaydi. To'g'ri yo'l. Qo'ng'iroq qilgan odamdan tashkilot nomi, lavozimi, rasmiy xat raqamini so'rash, keyin o'zi mustaqil ravishda rasmiy raqamga qo'ng'iroq qilish. Yana bir misol, erkak kishining kartasiga 1.500.000 so'm tushdi. 1.200.000 so'm avtomatik kreditga ketdi. U bankka borib baqirishi mumkin, lekin agar kredit shartnomasida avtomatik yechish bandi bo'lsa, bank qonuniy harakat qilgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda yechim bank bilan to'lov jadvalini qayta ko'rib chiqish, qarzni restrukturizatsiya qilish yoki ijtimoiy to'lovlar tushadigan kartani alohida tartibda yuritish bo'ladi. 3-misol. Ayolning kartasiga moddiy yordam tushdi. MIB bandi sabab yechilib ketdi. Ayolning fikricha bu bolalar uchun berilgan pul edi. Bu yerda bankdan operatsiya asosini, MIBdan ijro hujjatini, ijtimoiy himoya organidan to'lov turi haqidagi ma'lumotni olish kerak. Agar haqiqatan ham himoyalanishi kerak bo'lgan ijtimoiy to'lovdan noto'g'ri ushlangan bo'lsa, yozma shikoyat bilan qaytarishni talab qilish mumkin. Lekin buni faqat eshitdim bilan emas, hujjat bilan qilish kerak. 4-misol, oilaga avgustda pul tushdi, sentyabrda esa to'lov to'xtadi. Oila nega deb hayron. Tekshirilsa, oilaning bir a'zosi rasmiy ishga kirgan, daromad mezondan oshgan. Bu noqonuniy yechim emas, balki to'lovga haqlilik shartlari o'zgargan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har oy pul tushmasligi har doim ham kimdir yeb qo'ydi degani emas. Avval sababni bilish kerak. Bugungi masalada eng muhim gap shuki, avgustda kartaga 1.500.000 so'm tushgan bo'lsa, vahima qilmang. Lekin beparvo ham bo'lmang. Pul qayerdan kelganini tekshiring. Kartadan nima uchun yechilganini aniqlang. Kimdir qaytarishni so'rasa, yozma asos talab qiling. Notanish odamga pul yubormang, SMS kod bermang, shaxsiy ma'lumotlaringizni aytmang. Agar to'lov sizga qonuniy berilgan bo'lsa, siz uni olishga haqlisiz. Agar ortiqcha to'lov bo'lsa, u ham tartib bilan, hujjat bilan hal qilinishi kerak. Agar kartadan asossiz yechilgan bo'lsa, bank, MIB yoki tegishli tashkilotdan yozma javob talab qiling. Eng katta xato bu qo'rqib shoshilish yoki umuman tekshirmay yurish. Sizda ham avgust oyida 1.500.000 so'm atrofida pul tushdimi? Kimdir qaytarishni so'radimi? Kartangizdan pul yechildimi? Izohlarni yozing, vaziyatlarni birga tahlil qilamiz. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikni xatodan, ortiqcha xarajatdan va firibgarlikdan saqlab qolishi mumkin.